Da da da. Da da da. Kelin hali beri yo'q, endi paydo bo'ladi. Kelinni o'rniga dedim. Ukam bor. Meni to'yim bo'lyapti deb maqtanib qo'ying-da. Meni to'yim bo'lyaptimi? Meni to'yim bo'lyaptimi? To'yim. Meni to'yim. Olib turish stajida o'zaro e'lon qilyapti. bir-birlarini oldingidek ermotlik huquq va majburiyatlarini to'liq bajarishga tayyorlar. Masalan, nikoh qilgan haqida o'ylagan. Sizlar alohida ketaveringlar. Bolalar. Men ham bilmayman. Hujjat originallik. Ko'p ta'sir oladigan qilyapti. Hoş geldin. Barak yo'q bo'laman. Chempioni. Mana bu. Stol yarmini bo'shasa bo'lar. Ekstra. Hozir berib aldab qo'ydinglar. Lekin spes zakaz bo'ldi. Bedanasi ham bor. Bosh yegandan keyin endi bilding nimaga kutilganingiz? Oxirgi marta mana shunaqa kelin gul ishlab xotinimga berganimga. Bugun esa mana Bu hali ham bo'yda. qachon to'y? Xudo xolasa. Xudo xohlayapti. Siz qachon xohlaysiz? Yerdan duo qilinglar. Chekar olib turamiz. Xullas kalom hozir kelinni olib kiramiz inshaalloh. Ketdingmi, olib kelamizmi biz tayyor? Hayajonlanmasa. Normalmi? Ularimizni yaxshi kayfiyat va albatta guldiroz qarsaklar sadosi ostida qarshi olamiz. Marhamat. Qarsilarlar ko'ramiz. Yoshlarimiz bir-biriga baxtli insonlarni ko'rsin.
Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Bugun yasab olib, shunaqa chiroyli gullanib olib, qayerga ketyapman? Topib ko'ringlarchi. Aka-ukalar va biz ularni birma-bir demak sahnaga taklif qilishda davom etamiz. Dardlaringiz to'kib soching yaylasinda, armonlarga to'lmasin hech ko'ngil. Omadimni hadya et qarang debdi, yaxshi kunlar yaqin kelib qolgan. Ko'zgan edi yaxshi kunlar yaqin kelib qolgan.
chin yurakdan chin dildan tashrif buyurganlar va biz ularni birma-bir demak sahnaga taklif qilishda davom etamiz. Adashmasam hali tayyor emaslar ular. Marhamat qilib bizda tayyor xonandalar bor. Mumkin bo'lsa Gulduros qarsaklarida Nihob avlod mukofoti sovrindori Alisher Zokirovni taklif etamiz. Albatta ular ham bugungi tantanaga ajoyib tilaklar va hit taronalar bilan tashrif buyurganlar. Olqishlab turamiz. Gulduros tavsiyalarni qarshilab turamiz hurmatlayizlar. Alisher Zokirov janoblarini taklif etamiz. Marhamat. Va eslatib o'tamiz, allaqachon raqsimkor onlarimiz ochiq deya e'lon qilganmiz, shunday ekan. Hech bo'lmasa do'st bo'lib bor. Mayli jonim sevmasang ham ishqimda qol. Hintlar to'yiga kelib qoldik. तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना सनम तुझे देखा तो है जाना सनम Muzika yo'qda. Shohir ukam biladigan bittasini birga aytamiz. किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी मगर कब न जाने ये बरसात होगी मगर कब न जाने
तुझे